Uning issiq barmoqlari mening yuzimga tekkanda, vujudimdan tok urib o'tgandek bo'ldi. Men qochishim, uni darhol itarib yuborishim kerak edi. Axir u erimning ukasi, mening o'z qaynog'am edi. Lekin men qotib qoldim. 5 yillik sovuq, yolg'iz va o'lik hayotimdan so'ng bu teginish menga havo kabi zarur edi. Men ko'zlarimni yumib o'z ixtiyorim bilan gunoh jarligiga qadam qo'ydim. Assalomu alaykum dardli azizlarim. Hikoyachi Momo kanaliga yana bir bor xush kelibsiz. Bugun men sizga ehtiros deb atalgan zahar, yolg'on muhabbat va ayol kishining eng og'ir iqrori haqida so'zlab beraman. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Bu oddiy hikoya emas. Bu Olif bilan o'ynashgan qalbning nolasi. Marhamat, qulayroq joylashib oling, biz boshladik. Inson suv va havosiz yashay olmaydi deyshadi. Men esa 5 yil davomida havosiz yashadim. Erim Murod bilan turmush qurganimda hayotimni chiroyli ertakka aylanadi deb o'ylagandim. Bizning uyimiz juda katta, dabdabali edi. Lekin bu uyning ichi qabristondek sovuq va jimjit edi. Murod juda jiddiy, faqat ishini o'ylaydigan odam edi. U uyga doim kech qaytardi. Charchagan, asabiy va sovuqqon. Men u uchun xuddi qimmatbaho, lekin jonsiz buyumga o'xshardim. Uy doim toza bo'lishi, ovqat tayyor turishi kerak edi. Lekin mening qalbim nima istayotgani, nimalarni orzu qilayotgani uni umuman qiziqtirmasdi. U ko'zlarimga hech qachon mehr bilan qaramasdi. Kechalari yonimda yotganida men o'zimni dunyodagi eng yolg'iz, eng keraksiz ayoldek his qilardim. Ayol kishining ruhi e'tiborsizlikdan quriydi. Mening ruhim ham butunlay qurib cho'lga aylangan edi. Shunday kunlarning birida Murod uzoq muddatli xizmat safariga ketadigan bo'ldi. Uylarni ta'mirlash ishlari boshlangani uchun vaqtincha qaynog'am Jamshid biznikiga ko'chib keldi. Jamshid akasiga umuman o'xshamasdi. U yosh, kelishgan, ko'zlarida doim qandaydir yovvoyi uchqun chaqnab turadigan yigit edi. Avvallari biz deyarli gaplashmasdik. U doim menga uzoqdan qandaydir sirli nigoh bilan qarab qo'yardi. Lekin u bizning uyda yashay boshlagach, hammasi o'zgardi. Uyda faqat ikkimiz edik. U har doim mening yonimda aylanib yurardi. Men oshxonada ish qilsam, u kelib suhbatlashardi. U menga qanday chiroyli ekanligimni, ovqatim qanchalar shirinligini aytardi. Murod 5 yilda aytmagan so'zlarni Jamshid bir necha kunda aytib tashladi. Mening qotib qolgan yuragimda qandaydir g'alati, iliq his uyg'ona boshladi. Bir kuni kechqurun yomg'ir juda qattiq yog'di. Uyda chiroqlar o'chib qoldi. Men sham yoqib deraza yonida yomg'irni kuzatib o'tirardim. Orqamdan asta qadam tovushlari eshitildi. Jamshid keldi. Uning atiridan keladigan yengil yog'och hidi xonani to'ldirdi. U mening orqamda to'xtadi. Oramizda deyarli masofa yo'q edi. Uning issiq nafasi yelkamga urilardi. Vujudimni qandaydir shirin titroq bosdi. Men o'rnimdan turib ketishim kerak edi. Lekin oyoqlarim o'zimga bo'ysunmadi. "Madina", dedi u juda past va bo'g'iq ovozda. "Nega doim shunday g'amginsan? Sening ko'zlaringda faqat qora qayg'u bor." Men nima deyishni bilmasdim. Tomog'imga narsa tiqildi. U menga bir qadam yaqinlashdi. "Senga bir sirni aytaymi?" deb pichirladi u. Aslida buni hech qachon aytmasligim kerak edi. Lekin men ortiq chiday olmayman. Uning so'zlari miyamni aylantirardi. U mening yelkamdan ushlab o'ziga qaratdi. "Men seni birinchi marta to'y kuni oq ko'ylakda ko'rganimdayoq sevib qolganman. Mening yuragim o'sha kuni o'lgan. Akam senga noloyiq. U sening qadringni bilmaydi. Men esa sen uchun jonimni berishga tayyorman. Mening butun dunyom ostin-ustun bo'lib ketdi. Yuragim shu qadar qattiq urardiki, nafas olishga qiynalardim. Bu shunchaki havoyi ehtiros emas, yillar davomida saqlangan sirli tuyg'ular edi." Men unga qarab qotib qoldim. Uning ko'zlarida shunday yirtqich mehr bor ediki. U qo'llarini mening yuzimga olib keldi. Uning issiq, qattiq kaftlari mening muzdek yuzimni kuydirayotgandek edi. Bizning nigohlarimiz bir-biriga qadaldi. Oramizdagi barcha taqiqlar, barcha chegaralar shu lahzada o'chib ketdi.
U asta egilib, lablari bilan labimni topdi. Bu vahshiyona emas, balki juda ehtiyotkor, juda uzoq kutilgan va telbavor bo'lsa edi. Mening miyamdagi barcha o'ylar tarqab ketdi. Men shunchaki uning issiq bag'riga singib ketdim. O'sha tunda biz gunoh daryosiga butunlay g'arq bo'ldik. Bu faqatgina hayvoniy nafs emasdi. Bu ikki yolg'iz qalbning, tushunilmagan ruhlarning aqldan ozdiruvchi faryodi edi. Men o'sha kecha o'zimni haqiqiy ayoldek his qildim. Tirik, kerakli, jozibali va eng asosiysi, sevimli ayoldek. Tonggacha uning quchog'ida yotib, men endi hech qachon eski hayotimga qaytmaslikka qaror qildim. Kunlar, haftalar o'tdi. Biz yashirincha ko'rishishda davom etdik. Har bir uchrashuvimiz yanada ehtirosli, yanada xavfli bo'lib borardi. Men vijdon azobida yonardim. Erimga qanday qilib xiyonat qilganimni, qanday pastkashlikka borganimni o'ylab, ba'zan yig'lardim. Lekin Jamshidning birgina teginishi, uning issiq nigohi barcha azoblarni yuvib ketardi. Men unga ko'rko'rona, xuddi kasaldek bog'lanib qolgan edim. U mening havoyimga aylangandi. Ammo ertaklar doim ham go'zal tugamaydi. Murod kutilmaganda xizmat safaridan barvaqt qaytib keldi. Men vahimaga tushdim. Endi nima bo'ladi? Biz qanday yashaymiz? Lekin Jamshid juda xotirjam edi. U mendan xavotir olmaslikni, tez orada hammasini hal qilishini aytdi. U akasiga bor haqiqatni aytib, meni olib ketishga va'da berdi. Men uning bu va'dasiga ishonib, uni xudodek ko'rib kutib yashadim. Lekin hayot menga eng qattiq, eng shafqatsiz zarbani hozirlab qo'ygan ekan. Kunlarning birida Murod va Jamshid kabinetda tortishib qolishdi. Ovozlar balandlashdi. Men qo'rqib eshik orqasiga yashirinib quloq soldim. Va o'sha eshitganlarim mening butun vujudimni, mening ishonib yashagan yolg'on dunyomni parchalab tashladi. U yerda men kutgan muhabbat yo'q edi. U yerda faqat jirkanch hisob-kitob bor edi. Seni qachon odam bo'lasan o'zi, deb baqirardi Murod. Men senga qarzni yopishing uchun uyimdan joy berdim. Sen bo'lsang uyimda yotib olib tekinxo'rlik qilyapsan. Jamshid baland ovozda masxara qilib kulib yubordi. Sening uyingda tekin yotganim yo'q, aka. Men sening o'sha mag'rur, qimmatbaho xotiningni qo'lga o'rgatdim. Senga o'z qadrini ko'rsatmoqchi bo'lgan xotining men uchun oyoq yalang yugurib keladi. Nafasim tiqilib devorga suyanib qoldim. Quloqlarim g'uvillardi. Jamshid gapirishda davom etdi. Sen doim mendan ustun bo'lishga harakat qilding. Doim meni ezding. Men esa sening eng zaif nuqtangdan urdim. Men uni sevmayman. Menga sening o'yinchoq xotining umuman kerak emas. Men shunchaki sening g'ururingni sindirmoqchi edim. Va bunga erishdim. Ko'zlarimdan duv-duv yosh oqardi. Mening o'sha ajoyib qutqaruvchim, mehrli oshig'im aslida eng pastkash iblis ekan. U meni hech qachon sevmagan ekan. Uning o'sha ehtirosli bo'salari, shirin so'zlari, hammasi shunchaki o'z akasidan o'ch olish uchun, o'zining yaramas xudbinligi uchun ishlatilgan arzon qurol ekan xolos. Men o'z ixtiyorim bilan erimning qafasdan qochib, qasos o'yining eng yirtqich, eng qonli qopqoniga tushgan edim. Men ular uchun shunchaki bir buyum ekanligimni tushundim. Murod g'azabdan bo'kirib ukasiga tashlandi. Ular xonaning ichida bir-birlarini qonga belab urishdi. Hech qaysisi mening dardu holimni, mening vayron bo'lgan hayotimni o'ylamasdi. Men ko'z yoshlarimni artdim. Ichimda qandaydir muzdek sovuq bir kuch uyg'ondi. Men o'z xonamga kirdim. Chemodanimni oldim. Hech qanday qimmatbaho buyumlarni, tillalarni olmadim. Faqat o'zimning eski, qizlik paytimdagi kiyimlarimni oldim xolos. Uy qonga, baqir-chaqirga to'lgan edi. Men indamay uydan chiqdim. Yo'lakda Murod meni ko'rdi. U yuzi qon holatda menga tikilib qoldi. Qayerga ketyapsan, iflos, deb baqirdi u. Men unga sovuqqonlik bilan tik qarab javob berdim. Men bu fohishaxonadan ketyapman. Ikkalang ham bir ko'rsan. Sen meni mebeldek ko'rding, ukang esa qasos quroli qildi. Sizlar erkak emassizlar. Men o'zimni sizlarning qo'lingizda o'ldirishga yo'l qo'ymayman. Murod ham, Jamshid ham qotib qolishdi.
Ular mening yig'lab oyoqlariga yiqilishimni kutishgandi. Lekin men yig'lamadim. Orqamga o'girildim va eshikni qattiq yopib, tun qa'riga chiqib ketdim. Havo ancha sovuq edi. Shamol yuzimga urilardi. Lekin men yillar davomida birinchi marta o'zimni erkin nafas olayotgandek his qildim. Ha, men ko'chada pulsiz, suyangichsiz qolgan edim. Lekin men zaharli qafasdan, soxta muhabbatdan batamom qutulgan edim. Men shaharning chekkasida ijaraga xona topdim. Oddiy zavodga ishga kirdim. Oylar, yillar o'tdi. O'sha tunning chandiqlari yuragimda qoldi. Lekin bu chandiqlar meni ulg'aytirdi. Men shuni angladimki, ayol kishi hech qachon o'z qutqaruvchisini boshqa erkakning quchog'idan izlamasligi kerak ekan. Seni faqat o'zing qutqara olasan. Mehrga, e'tiborga chanqoqlik bizni eng qorong'i, eng iflosjarliklarga olib borarkan. Ehtiros bu yolg'on sarob. Haqiqiy baxt esa sirlar va xiyonat ustiga aslo qurilmaydi. Sizchi, muhtarama opa-singillarim? Siz ham oilangizdagi sovuqlikdan qochib, kimningdir vaqtincha issiqligiga ishonish yoqasidamizmi? Ogoh bo'ling. Atrofdagi chiroyli so'zlar orqasida ko'pincha eng qora maqsadlar yashiringan bo'ladi. O'z qadringizni birovning o'yinchog'i bo'lishga almashtirmang. Yolg'izlik soxta ehtiroslardan 1000 marta sharafliroqdir. Agar bugungi ochiq iqrorim sizning yuragingizni bir lahza bo'lsa ham titratgan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. O'z fikringizni, o'z tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Bu Hikoyachi Momo kanali edi. Hech qachon o'zingizga bo'lgan hurmatni yo'qotmang. O'zingizni asrang.